Chilonzor tumanining 55 ta mahallasiga Ichki ishlar vazirligining malakali xodimlari biriktirilgan bo'lsa-da, Beshqo'rg'on mahallasiga Xayrullayev Elbek aka biriktirilgan. Endi Beshqo'rg'on mahallasini eng og'ir hudud deganimizda ahamiyat berasizlar. Mana Beshqo'rg'on mahallasini xaritasini oladigan bo'lsak, yashovchi aholisi faqatgina bir qanaqadir kichkina qismini egallaydi. Qolgani bu Toshkent shahardagi eng yirik bozorlari ham Beshqo'rg'on mahallasi hududida joylashgan va juda katta sanoat zonasi ham Beshqo'rg'on mahallasida joylashgan. Beshqo'rg'on mahallasini 5 yillik dinamikasini tahlil qilib chiqdik. Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari biriktirilgandan keyin ilmiy tomondan yondoshib buni to'liq tahlilni qilib chiqdik. 57 ta jinoyatni tahlil qilganimizda Abu Saxiy bozorining o'zida 24 ta jinoyat sodir etilgan. Chilonzor Buyum bozorida Ipodrom deymiz, Ipodrom bozorida 12 ta jinoyat. Mana bularni tahlilni qilib chiqqanimizda bitta narsaga to'g'ri keldik. Aynan mahalla hududida mahalla bilan bog'liq bo'lgan jinoyat atigina 6 ta bo'lganligini aniqladik. Muhtaram prezidentimizga gapirgandek, har bir bitta jinoyat ham bu jinoyat, u ham bo'lishi kerak emas degan topshiriqlarga asosan nima ishlar amalga oshirildi? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va Toshkent shahar prokurori tomonidan bizga kelib, aynan Chilonzor tumaniga Beshqo'rg'on mahallasida ular tomonidan berilgan topshiriq va imzolangan farmoyishligi asosida Beshqo'rg'on mahallasida tozalash va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish tadbiri olib borildi. Xulosaga keldikki, biz hozir kuch vositamizni aynan shu bozor va ishlab chiqarishga tashiydigan bo'lsak, biz to'g'risi 100% jinoyatni jilolaymiz. Bozorga keladigan, bozorda ishlovchi, xizmat ko'rsatish joyida ishlovchi fuqarolar aynan Beshqo'rg'on mahallasiga xonadonlarga kirib, ijarada yashab, u yoqda bizda hozirgi kunda rezinoviy kvartira degan tushuncha paydo bo'lgan. Tahlil qilganimizda biz Beshqo'rg'on mahallasini komplekslab o'rganish uchun hatto amalga oshirdik. Beshqo'rg'on mahallasining hududida aksariyat sanoat korxonalari joylashgan, xizmat ko'rsatish joylari joylashgan yoki omborlar joylashgan. O'tkazilgan keng xato natijasida 133 ta savdo obyektlari, 316 ta ishlab chiqarish sexlari, 21 ta hostel, 4 ta davlat obyekti va 48 ta xonadon, ijara xonadonlar va 400 ta boshqa obyektlar aniqlangan. O'zi 203 ta tadbirkorlik subyekti bilardik. 1055 ta tadbirkorlik subyekti aniqlandi. Shundan 203 tasi hududini ijaraga bergani aniqlandi. Qariyb 40 milliardga yaqin tovar moddiy boyliklarni hisobiga nazoratga qo'ydik va uning natijasida qariyb 4 milliardga yaqin soliq byudjetga hisoblanishi ta'minlandi. Sanitariya holati bo'yicha 281 ta qonuniy holat aniqlandi. Shundan 23 ta holatda ma'muriy javobgarlik qo'llanildi va 191 ta tegishli ogohlantirish berdik. Bu yo'nalish, ya'ni hostellarimiz shu sanitariya epidemiologik talabga javob bermasligi yoki ekologik yo'nalish atrof muhitimizda shu qonuniy holat aniqlanganligi bo'yicha chora ko'rildi. Xavfsiz shahar tamoyili asosida kameralar o'rnatdik. Raqamlashtirish masalasi bo'yicha asosiy ko'chalarimizga keyin shaxs tanib oladigan, avtomashina raqib tanib oladiganlarni qo'ydik. Bugungi kunda ham mana yetkili vakillariga katta rahmat. Chunki aynan mahallada ijtimoiy profilaktiga muhtoj bo'lgan shaxslarimiz doirasini belgilab olganmiz. Ular bilan manzil ishlash natijasida ularni to'g'ri yo'lga qo'yganmiz, ishlamaydiganlarni ishga qo'yganmiz. Yoshlarimiz ayniqsa kasbiy ta'lim yo'naltirganmiz. Bugungi kunda mana yoshlar yetakchilari ham Beshqo'rg'on mahallasida aniq ayta olamizki, bo'sh yurgan yoshi o'zi yo'q. Chunki ish o'rni yetarli bo'ldi. Jinoyatchilikni oldini olish maqsadida mahalla yettiligi, undan tashqari o'sha ishchi guruhi a'zolari bilan biz bir qancha ishlar amalga oshirdik. 69 ta rezina kvartiralardan 34 ta rezina xonadonlarni hostelga aylantirdik. Undan tashqari 20 ta rezina xonadonlarni mehmon uyga aylantirildi. Undan tashqari O'nqur-Cho'nqur ko'chalarini to'liq asfaltlash va ta'mirlash ishlarini qildik. Undan tashqari mana ikkita katta ko'chalarimiz, ya'ni Beshqo'rg'on 2-tor ko'chamizda mahallani o'zi bilan birgalikda asfaltlash ishlari olib borib, juda bir chiroyli bir yutuqlarga erishdik. Mana kuni kecha oqova suvlar chiqib ketishi uchun alohida quvurlar yotqizildi. Undan keyin mana obodonlashtirish ishlari o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana asfaltlar qilindi. Bolalar eng chiroyligi, hali bolalarning quvonishini ko'rsangiz, u boshqacha insonga ta'sir qiladi. Shu yerga hissasini qo'shgan odamlarga, homiylik qilgan tashkilotlarga, hammasiga mana shu ko'chamizda aholisi nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana bu yerda Ichki ishlar vazirligi tomonidan bu yerda xizmat qilayotgan yigitlar, bular baraka topishsin. Nafaqat bizning osoyishtaligimiz, boshqamiz.
balki bevosita shu bizani obodonlashtirishimizga ham, obod bo'lib mahallamizni fayziga fayz qo'yishda ham bular o'zligisining qo'lidan kelganicha yordamlashib, hissaligisini qo'shib turishibdi. Bizning domimiz atrofida yo'llar kengaytirildi, asfalt qilindi, kameralar qo'yildi, katta projektorlar qo'yildi. Chunki oldin qop-qorong'i bo'lardi ko'chalarimiz, hozir yorug' kunduzgidek. Avvalambor yurtboshimizga, hamma faollarga, chunki bularning hammasini tagida mehnat yotibdi. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Xalq uchun bo'ldi bu hammasi. Juda ham katta rahmat. O'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha qilingan ishlar, yashirin iqtisodiyot, profilaktik chora-tadbirlar, ilmiy yondashish asosida biz bitta narsaga keldik, erishdik. Mana 5 oyda Beshqo'rg'on mahallasida aynan mahalla bilan bog'liq bo'lgan 6 tagina jinoyat bo'lganligini ko'rib turibmiz. Buni yana kamaytiramiz va ilk bor Beshqo'rg'on 5 oyda qizil mahalla toifasidan chiqdi. Kelgusida buni yashil toifaga kiritishda yana chora-tadbirlarimizni davom etamiz.